Xitoy davlat raisi Shi Jinping Janubiy Xitoy dengizidagi qo'mondonlarga chaqiriq qilib, urushga tayyor turishni talab qildi. Buningdan burun Amerika dengiz armiyasining bir paraxoti Tayvan bo'g'ozidan o'tish sababli jiddiylik paydo bo'lgan edi. Xalqarodagi muhim savdo yo'li bo'lgan Janubiy Xitoy dengizida Amerikaning harbiy mavjudligi va nurg'un davlatlarning egilik huquq talash tortish sababli jiddiychilik davomlashib kelmoqda. Sharq Turkiston surgunda hukumatı tashkilotining a'zolari Turkiyaning Mo'g'li shahrida bir yerga jam bo'ldi. Dunyoning har qaysi joylariga 15 davlatdan kelgan vakillar qatnashgan yig'inda G'olam Osmon Yag'mi o'g'li Sharq Turkiston surgunda hukumatining raisligiga saylandi. Bu mazkur tashkilotning 8-navbatlik rahbarlik hay'atini saylab chiqish yig'ini bo'lib, yig'inda muhim qarorlar elindi. Yangi bir doklad va tadqiqotchilar bilan elib berilgan uchrashuvlarga asoslanganda Xitoy armiyasi minglagan kishini bilim oshirish uchun chet elga chiqargan. Yetilishlar qaraganda bu akademiyalarning Xitoy armiyasi bilan aloqasi bor bo'lsa-mu, lekin Xitoy buni yoshirmoqda. Xitoy xalq ozodlik armiyasi o'tgan 10 yilda 2500 dan ortiq kishini bilim oshirish uchun chet elga chiqarganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Amerikaning Xitoyga iqtisodiy embargo yurgizishi bilan boshlangan savdo urushida texnik sohasi muhim rol o'ynagan. Amerika bo'lsa Xitoy kommunistlarini texnika o'g'irlash bilan ayblab kelmoqda. Xitoyda dunyo miqyosida cheklangan va uzun qatlamining buzilishiga sabab bo'ladigan xatarlik bir ximiylik birikmaning qo'llanayotganligi oshkorlandi. Xabarlarga qaraganda Xitoyning sharqiy qismlarida yer sharni quyoshdan keladigan infraqizil nurning ziynidan to'sib qoladigan uzun qatlamini buzg'unchilik uchirtadigan karbon tetragungurt deb ataladigan bir moddaning keng ko'lamda qo'llanayotganligi ma'lum bo'ldi. Yevropa İttifoqiga a'zo 8 davlat Rossiyadan Ukrainaning sharqidagi Donbas rayonida 11 noyabr o'tkazilish planlangan qonunsiz saylovni amaldan qoldirishni va bo'lgunchilikka iqtisodiy yordam berishni to'xtatishni talab qildi. Bu 8 davlat tarafidan e'lon qilingan bayonotda Ukrainaning sharqiy qismidagi bo'lgunchi kuchlarning 11 noyabr o'tkazmoqchi bo'lgan atalmish saylimi ayblandi.